Xullas, hozir shu do'kon yonidan o'tib ketdim. Bitta video qilib ko'rsatdim sizlarga. Bu do'konni ko'pchilik biladi. Bu Korzinka Abay yonida joylashgan, Jonga Xunuchda. Bu do'konning oldingi nomi Javani bo'lganda, mana rasmda ko'rayotgandek dizayni bo'lgan tashqi ko'rinishi. Endi hozir qaranglar, qanaqa remont qilib qo'yishgan bo'pti. Xullas, bu do'kon oldin bizaniki bo'lganda, bu bizning oilaviy tijorat edi, otam boshlagan kasb. Bizning do'kon bo'lsa, endi mana shu lokatsiyada salkam 16 yil ishladi. Ammo bo'lsa, bu yerga institutga kirgan birinchi yilim, ya'ni 2019-yil bu yerga birinchi ishga kirganman. Xullas, bu videoni qilishimning maqsadi shundaki, sizlarga o'zim haqimda ozgina ma'lumot bermoqchi edim. Mani tarixi mana shu do'kondan boshlangan desam adashmayman. Sababi bu sohaga kirib kelgandan keyin kiyim-kechak sohasiga o'zim real qiziqib, yaxshi ko'rib qoldim shu sohani. Kelajakda ham o'zimga niyat qilib qo'ydim. Nasib bo'lsa, bir shunaqa do'kon ochsizda, ichini chiroyli assortiment bilan to'ldirib, kelgan klientlarga o'zingiz xizmat ko'rsatib, o'zingiz luk podborka qilib, kiyintirsangiz, odam maza qiladi. O'sha vaqt men shu narsani qilardim. Kelgan klientlarga o'zim xizmat ko'rsatardim, o'zim kiyintirardim, luklar podborka qilardim. Hammaga yoqardi xullas bu narsa. Va o'zimni kelajak kasbimni ham shu narsada ko'ryapman. Qanaqa qilsa aynan mana shu sohada o'sish bor yo'g'iga. Va sizga savol, men shu Javani butik haqida oldin eshitganmi deysiz? Chunki ko'pchilik mana o'sha butik paytidan biri meni biladi. Chunki menga obuna bo'lgan ba'zi odamlar aynan mana o'sha paytdan biri meni tanishadi. Xullas, xulosa shundaki, baribir hamma odam o'zini yaxshi ko'rgan ishini qilsa, o'shanda baraka topar ekan.